Tekin joyi qidirishni sen tez yetib kelasan sana. Yaxshimisan? Tuzumsan? Bor ekansan, yo'q bo'lib ketuvding. Yo'q. Badriddin kelmaysan dedi. Kelsam nima qilasan dedim. Boshdan oyoq sarpa mendan dudi kevorurdim. Ha, odam bo'lmaysan sen. O'zingchi? Gruppada iftorlik gref dedi. Qani gapiga javob beramikan deb kevoruvdim. Tekin bo'lsa, Tekin bo'lsa lom yutamsiz? O'zi meni ham kelish niyatim yo'q edi. Telefon qilib, zo'r surprizim bor dedi. Men mana shu narsaga qiziqib keldim-da. Bu bolada nima o'zgarish bo'lgan ekan? Qani o'zi? Ha bola. Ya, ana keldi. Ya, assalomu alaykum. Ana Mana O'lmaksdan hadiyala olib keldim sizlarga. gap yo'q. O'lekan. Va'da. Iftorlikchi? Mani nomim o'rtoq Gref. Qatdan quyosh chiqdi. Iftorlik sovg'alar bu yoqda. Tushundim. Bu bizani bekorga chaqirmadi. Bu yoqda bitta gap bor. Hozir bu sovg'a salomlarni beradi, qornimizni to'yg'izadi. Keyin buni bizada qanaqadir ishi bor. To'g'ri. Shundaylarmi? Bekorga emas. Aniq shunaqa. Ha, to'g'ri. Menimcha bu to'y boshlagan. Uylanmoqsanmi? Yo'q, o'rtoq. Menda hammasi joyida. Hech narsa kerak emas. Men shunchaki diydor xohladim. Hammalarga telefon qildim, yig'ilaylik dedim, ko'rishaylik desam, telefonni ko'tarmadinglar. To'g'ri ko'targanlar bo'ldi. Kimdir ishi bor ekan, kimdir qaqqadir borish kerak ekan. Xullas, kegiylar kelmadi. Keyin boshqacha yo'liga o'tdim. Iftorlik mendan dedim, Gref dedim. Boshdan oyoq sarpa qilaman. Anchadan beri kelmayapsan, kelgin dedim. Surprizim bor. Kelmasam bo'lmaydi dedim. U bolada nima o'zgarish bo'ldi ekan deb qiziqib keldinglar-da. Lekin keldinglar. O'rtoqlar, manfaatlar ustiga qurilgan do'stlik manfaatlar tugaganidan keyin tugaydi.